Hurmatli fuqarolar, bankimizning produktlar haqida hozirgi kunda biznesga birinchi qadam ushbu ayol produktlari mavjud. Mahalla biznes produkti 1 yildan 4 yilgacha beriladi. 1 yil 2 yilga 25%, 3 yilga 26%, 4 yilga 27%. 30 milliongacha beriladi. Keyin mening mahalla produktimiz bor, u 50 milliongacha beriladi. O'z-o'zini band qilgan jismoniy shaxslarga bitta kafil 1 yildan 5 yilgacha. 1 yil 2 yilga 25%, 3 yilga 26, 3 yil 4 yilga 26, 5 yilga 27%. Keyin istiqbolli ayol degan produktimiz bor, u o'z-o'zini band qilgan ayollarga beriladi, bitta kafil bilan, u 24%. 5 yilgacha. Foyda farqi o'zgardi. Xo'sh, keyin biznesga birinchi qadam produktimiz bor, u 7,5 milliongacha beriladi. O'z-o'zini band qilgan jismoniy shaxslarga ham bitta kafil bilan 3 yilga beriladi. 1 yilga 25, 2 yilga 26, 3 yilga 27%. Keyin bemaqsad kreditlarimiz bor. Ishlaydigan odamga, davlat ishida ishlaydigan odamga bitta kafil bilan beriladi, u ham 50 milliongacha. 1 yilga 28, 5 yilga 29%. Bundan tashqari quyosh paneliga, yuridiklarga kreditimiz bor. 312-sonli qaror bo'yicha. Savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin. Kafil chorda bo'lsa bo'ladi. Yo'q, kafil chorda bo'lsa bo'lmaydi. Kafildan xuddi kredit oluvchidek toza bo'lishi kerak. Foizlari baland emasmi? Foizlari endi boshqa banklarda bunaqa foizlar yo'q. Eng farq foiz shu bo'lib qoladi.